Hozir obuna bo'lsangiz, men sizga eng noodatiy sevgi tarixi haqida gapirib beraman. 1986-yil Mishel va Jur qamoqda o'tirardi. Uning rafiqasi Nadin esa tashqarida deyarli imkonsizdek tuyulgan reja ustida ishlay boshladi. Nadinning vertolyot boshqarish bo'yicha tajribasi yo'q edi. Shunga qaramay u yashirincha uchuvchilik darslariga qatnay boshladi. Mashg'ulotlarda o'zini Lena Rigan deb tanishtirar, vertolyot ijaraga olib muntazam ravishda uchishni mashq qilardi. U bularning barchasini erini qamoqdan olib chiqish uchun bajarardi. 26-may kuni reja ishga tushdi. Nadin ijaraga olingan Aleut 2 vertolyotida Parijdagi La Sante qamoqxonasi tomon uchdi. Qamoqxona tomiga yetib kelgach, vertolyotni havoda muallaq ushlab turdi. Mishel tomga chiqdi va vertolyotning qo'nish moslamasiga osildi. Nadin esa vertolyotni boshqarib qamoqxonadan uzoqlashdi. Bir necha daqiqadan so'ng ular g'oyib bo'lishdi. Bu Mishelning qamoqdan 4-marta qochishi bo'lib, bu safar unga qurol yoki tunnel emas, balki rafiqasining vertolyoti yordam berdi. Ammo erkinlik uzoq davom etmadi. Oradan atigi 4 oy o'tibgina Mishel yana bank talonchiligi bilan bog'liq jinoyatga qo'l urdi. Politsiya uni qo'lga olishga uringan paytda otishma yuz berdi. Mishel boshidan o'q yeb, og'ir yaralandi. Lekin shunday holatda ham u tirik qoldi va politsiya tomonidan qo'lga olindi. Oradan ko'p o'tmay Nadin ham hibsga olindi. Eng g'alati tomoni shundaki, Mishel keyinchalik yana undan qochishiga yordam berishni so'radi. Ammo bu safar Nadin rad etdi. Sababi u ikkinchi marta bu yo'lni tanlashni istamadi.